Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Braze Bulldrop. Bugun sizlar bilan 4 akkauntimga promo kod olib qo'yganman. Shularni balans tushirib, balans ko'tarishga harakat qilamiz. Birinchi bundan boshlaymiz. Qani promo koddan qancha balans ko'tara olar ekanmiz ketdik. Qaysi keysda? Bunda mana geisha sirlari keysi. Ketdi mana. O'rtacha xavfmi yo yuqori xavfmi? Bu 5% ekan. Yuqori xavfda. Xo'sh, 3%. Давай yuqori xavf. Risk bo'lsa riskda ketdi. Bismillah degan holatda ochdik. Wow. Mayli. Endi bunga nima qilamiz? Sekin sapyoga kirib, balans ko'tarishga harakat qilamiz. 8.75. Hop, mana mashitda yo'q. Hop, ilingot pasida yo'q. Xo'sh, yana matida yo'q. Mana mayerda yo'q. Mana burchakda yo'q. Mada yo'q. Internet chiqyapti. Mashitda yo'q. Oqdim. Voy. Mayli. Full tezlik bilan ochishga harakat qilyapman. Mo'sh, yaxshi. O'xshasa baliq taktikasi bo'ladi, baliq. O'xshamadi. Takoy men ikkalasini o'xshaganimizda baliq bo'lardi. Davay 15 risk qilamiz yana. Hali akkaunt ko'p bu. Ketdi. Xo'sh, mana boshlaydi. Birinchidan o'qib bosaman. Voy! Mayli. Chiqamiz endi. Qaysini ochamiz? Davay mana qurollar keysini. Hozir yuqori xavf ochdik. Bu safar o'rtacha xavf ochamiz. Hop, endi gorillar keladi. Sizlar ham shunaqa promo kodlar olishdi. Sizlar shunaqa promo kodlar olishni xohlasanglar, jigarlar, mana promo kodlar tashab qo'yganman. Mana pas bilan keyslarga har xil 99 lik mana sizlar aktiv ko'ryapsizlar. Mana zo'r aktiv har xil 99 deb promo kodlar tashab turaman. Zo'r keyslarga mana geisha sirlari hozir ochgan keysimiz, zo'r keyslarga promo kodlar tashab turaman. Bemalol mana bundan ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Mana kuchukcha Braze Bull yozsanglar chiqib keladi. Hammaga rahmat. Endi o'yinga qaytamiz. Xo'p, endi akalar, o'yinga qaytamiz. Yuqori xavf yoki o'rtacha xavf. Yana bir risk, chunki bunda 6 million bor. Risk bo'lsa riskda ketdi. Hamma tushib qolsa zo'r bo'ladi.
Yaxshi. Yaxshi. Chiqamiz sotib. Internet ishlamayaptimi? Xo'sh, sotildi. Skillar sotildi. Xo'sh. Chiqib, bu yerdan qaysi keysni ochamiz, davay. Xo'sh. Davay, 55 lik Jack Varabi ochamiz. Full. Bu video full riskka bo'ladi akalar. Mana kino afsonalari YouTube Jack Varabi o'rtacha xavf bitta ket go. Ket go akalar. Standoff ochaman men. Xo'sh akalar, mana standoffga ham o'tib oldik. Endi mana Jack Varabi keys. Hop, o'rtacha xavf. Ket. Mash tushib bersa ya. He. Bir marta menga mana tushib qo'ygan. Davay, ket akalar, ochamiz, ket. O'rtacha xavf ket. Bitta zo'ridan tushib ber. Latsam lozim. Voy, 170 lik. Voy. Mayli. Ko'ngilni cho'ytirmaymiz. Ruhiy sho'rva. Shundoq pastdagi narsalarga qaramay ochaveraman. Yuqori xavf ketdi. Davay. Voy, mana akalar, omadmisan omad. Ketdi, mana ko'rdinglarmi? Bu Braze videosida bo'ladi bu faqat. Vashshe bo'ldi-yu, ha. Hozir balans tugatdi. Bittada ko'tardik. Yaxshi. Endi ochaveramiz keyslarni. Davaychi, men bilan ukam. Bu hayotda yuqori xavf ketdi. Mashlarmi? Hozir yuqori xavf ochdiga zo'r berdi. Davay, yana bitta risk. Davay. Vo, 140 likdan. Mayli. Hech qisi yo'q jigarlar. Sapyor o'ynaveramiz. 19 tane tikib sapyor o'ynaymiz. Ketdi. Internet ishlamoqda. İşledi. 19.89 ketdi. Xo'sh. Bashshe qizumas bosaman. Yaxshi. Oh, 44 ta bo'ldi. Yana jicha bosing. O'la. Yaxshi. Bitta mashina bosing mana. Oh, 62 ta. Zo'r. Chiqaramiz 93 ta. Vashshe cho'tki. Vashshe. Ham zo'r bo'ldi. 3.48 da o'ynab qo'yaylik. 3.48 da 3.48 o'ynaveramiz shuni. Ketdi.
yaxshi joyda davrada chiqargan ekanmiz. 290 ta bo'ldi o'sha balans. Yaxshi. Hozir Telegram kanalimda qanaqa keys ochishimizni so'raymiz. Davay, ketdi. Hozir yozib sizlarga ko'rsataman. Xo'p akalar, yozishibdi. Jojo o'rtacha xavf debdi. Davay, ketdi. Jojodan o'rtacha xavfni ochib ko'ramiz. O'rtacha xavf degan obunachilarim aytgan gap bo'ladi. Ketdi. Keysni ochganimizdan keyin yana bitta risk qilamiz. Ketdi, mana o'rtacha xavfligiga qaramayman. Men obunachimga ishondim. Mayli. Mayli. Nechta bo'ldi? 190 bittami yo'q, 260 ta. Davay, yana bitta risk. Ketdi akalar. Bitta o'ta katta risk qilamiz. Qizlarni keyshidan mashinani ochamiz. Yuqori xavfda. O'ta cho'tki risk bo'ladi. Ketdi. Stewardessa haqidagi topishmoq degan keysdan ochamiz. Ishla endi internet. Bismillah deb ochib 50 300 dan yetmay qoldi. 300 ga 305 ga yetmay qoldi. Mayli. Qolganini sapyor o'ynayveramiz. 18 nokta 73 ketdi. Mashina. Yaxshi. Wow. Millimetre ketdi. Ochib o'tgan. 32 ta. Xo'sh. Yaxshi. O'zi yaxshi. Cho'tki ketyapti. Yaxshi. Mashina boskim keldi. Mayli, o'qsam ham o'qimasam ham mashina boskim keldi. Riskda bosdim. Yaxshi. 63 ta. Ochib o'tgan ekan. Yaxshi. Mana shu. Mayli, zo'r. Cho'tka. Zo'r. 94 ta. Nechta olamizmi? Bitta bosing, mayli, risk. Obunachilarim uchun faqat risk qilaman men. Ketdi machi. Uchalasi ham bitta joyda ekan. 59 lik ish ochamiz. Ketdi. O'rtacha xavf cho'tkisidan ochamiz. Video 14 minutlik bo'lib ketibdi. Mana geniş sirlari ketdi. O'rta xavfmi, yuqori xavfmi? Yuqori. Risk. Videoda oxiri risk bilan tugasin. Ketdi mana.
Voh, qirg'ling. Mayli. Buni ham endi yo'qib qo'yaylik. Bir yo'lga yo'lda ketamiz. Mayli. Nechta 30 bor. 30.89.88 ko'rdim. 89.89 ketdi. Birinchisini avtomatik tanlasam. Xo'sh. Demak, mana shu atrofda yo'q. Voh. Mayli akalar, sizlar bilan birinchi buldirib bo'ldi. Sizlarga Telegram kanalimni tavsiya qilib qo'yaman. Bu yerda har xil promo kodlar tashlab turaman. Bu coin servisimiz ham bor. Bemalol kirib promo kodlarni olib mazza qilib balans ko'tarib ketsanglar bo'ladi. Sizlar bilan birinchi buldirib bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun like, podpiska bosishdan chiqmasin.